Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak hadisi shariflari ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, kechasini yarmida banda uyg'onib 2 rakat o'qigan namozining savobi dunyodan va dunyodagi hamma narsadan yaxshidir dedilar. Kechasi o'qilgan 2 rakatlik namoz savobi dunyodan va dunyodagi hamma narsadan yaxshidir. Agar ummatimga mashaqqat bo'lmaganda edi, men ummatimga kechasi turib 2 rakat namoz o'qishlikni farz qilgan bo'lar edim dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar imkoniyat bo'lsa, inson o'rnidan turib, hamma uxlayotganda tahoratni yangilab 2 rakat namoz o'qib qo'yishlikning savobi juda ulug' bo'lar ekan. Chunki buni savobini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p hadis shariflarda kechasidagi duolarda ijobatligi, gunohlarni to'kilishligi, Xudoga banda yaqin bo'lishlikka sabab bo'lar ekan. Ya Abu Hurayra, aturidu an takuna rahmatullohi alayka hayyan wa mayyitan wa maqburan wa mab'uthan qum min al-layl fasalli wa anta turidu ridha rabbik. Ya Abu Hurayra, salli fi zawaya baytik yakun nuru baytika fi as-sama ka nuri al-kawakib wan najmi 'inda ahli ad-dunya. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga aytgan ekanlar, ey Abu Hurayra, Allohning rahmati tirikligingda, o'lganingda, qabrga kirganda, qabrdan tirilayotgan vaqtida Allohning rahmati senga bo'lishligini xohlaysanmi? Ha, shunday bo'lishni xohlayman ya Rasululloh. Unday bo'lsa, kechasida o'rningdan turda 2 rakat namoz o'qiganda, o'qigan namozingda Alloh jalla va aloning rizoligini umid qilib sen namoz o'qi. Hech kim ko'rmaydi uni. Az bu yerda nafil o'qisak, hammamiz ko'ryapti. Biz nafil o'qiyotganmiz, falonchi nafil o'qiyapti, pistonchi deydi. Nimadir qalbimizda bir gap bo'ladi-da. U kechasida turib o'qiyotgan namozga hech kim maqtana olmaydi. Men kechasi turib namoz o'qiyman dedim desa, sen riyo qilyapsan deyish aniq. Uni Alloh biladi, banda o'zi biladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'lganingda ham, tirikligingda ham, qabrga kirganingda ham, qabrdan tirilayotganda ham 4 ta narsani aytibdilar. Shunaqa vaqtida Allohning rahmati bo'lsin menga desang, Allohning rizoligini topish uchun o'rningdan turib namoz o'qib qo'ygin. Ey Abu Hurayra dedilar, xonadoningni bir chekkasida namoz o'qigin. U o'qigan namozing xuddi osmon ahlida osmonga qarasa kechqurunda odam yulduzni ko'radi. Yulduzlarni shunday yaltirab turganini ko'rgandek dunyo ahli, osmon ahli seni xonadoningda nur paydo bo'lib turganini ko'radi degan ekan. Tushunyapsizlar? Bizi o'qigan 2 rakat uyimizdagi o'qigan namozimizni nuri osmon ahli ko'rib turar ekan. Xudoga shukr, Alloh nasib qilsin. Hamma farzandlarimiz, oila a'zolarimiz, ahliyalarimiz turib, hammasi tahajjud o'qib tursa, o'ylanglar, qanaqa rohat, qanaqa maza, bizi xonadonimiz alohida nurga ega bo'lib turar ekan. Osmon ahli uchun. Qaysi bir xonadonda rahmat, baraka bo'lishligini xohlasa, hammasi sahar turib ibodat qilsin ekanda. Alloh hammamizga shunaqa ibodatlarni qilishlikni nasib qilsin.